Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Zelenskiyning Ukraina prezidentligidan ketishi kutilmoqda. Isroil Suriyadagi vaziyatdan foydalanib bosqin uyushtiradimi? Asl maqsad nima? Britaniya, Germaniya va Fransiya urushga tayyorlanmoqdami? Yangi raketalar, yangi ittifoq. Medvedev 30 ming migrant Rossiyaga noqonuniy kirishga uringanini aytdi. Kim Chen In ochilganiga 3 hafta ham bo'lmagan turistik kurortni xorijliklar uchun yopdi. Qozog'iston Xitoyning bir kamar bir yo'l loyihasidan eng ko'p investitsiya oldi. Aktiv. Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление, трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Zelenskiyning Ukraina prezidentligidan ketishi kutilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning yaqin vaqt ichida lavozimini tark etishi mumkinligi haqida jiddiy taxminlar paydo bo'ldi. Bu haqda amerikalik taniqli jurnalist Seymour Hersh o'zining maqolasida yozib, AQSh hukumati Zelenskiyni prezidentlikdan chetlashtirish rejasini ko'rib chiqayotgani haqida yozdi. Unga ko'ra, Zelenskiy o'z ixtiyori bilan ketmasa, hatto kuch ishlatish orqali ham lavozimdan olinishi mumkin. Zelenskiyning o'rniga eng asosiy nomzod sifatida Ukraina qurolli kuchlari sobiq bosh qo'mondoni, hozirda Buyuk Britaniyadagi elchi lavozimida xizmat qilayotgan Zaluzhniy ko'rilmoqda. So'rovnomalarga ko'ra, Zaluzhniy aholi orasida katta obro'ga ega va Zelenskiydan ko'ra ko'proq qo'llab-quvvatlanmoqda. Shu sababli u Ukraina siyosatiga yana faol kirib kelishi va prezidentlik uchun kurashishga kirishishi ehtimoldan xoli emas. Har bir muhim nomzod sifatida Zelenskiy yaqinda bosh vazir etib taklif etilgan Yuliya Sverdenko ham ko'rilmoqda. 39 yoshli iqtisodchi Sverdenko ilgari bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlagan va hozirgi og'ir iqtisodiy vaziyatda mamlakatni moliyaviy inqirozdan olib chiqishga mas'ul etib tayinlanmoqda. Zelenskiy uni hukumatdagi islohotlar doirasida ilgari surdi. Sobiq bosh vazir Denis Shmigel esa o'z lavozimini tark etdi va uni mudofaa vaziri etib tayinlash rejalashtirilgan. Bu holatlar Ukraina siyosatida keskin burilish yasashi mumkin. Davlat ichkarisidagi siyosiy bosim, xalq orasidagi norozilik va tashqi siyosiy ta'sirlar Zelenskiyni og'ir tanlovlar oldida qoldirmoqda. Rasman u hali lavozimini tark etishini e'lon qilmagan bo'lsa-da, hukumat ichidagi keskin o'zgarishlar va ehtimoliy vorislar nomzodlarining oldindan muhokama qilinayotgani Zelenskiyning prezidentlik kursisida uzoq qolmasligidan darak beradi. Shu sababli Ukraina yaqin oylarda yangi siyosiy yetakchiga ega bo'lishi mumkin. Isroil Suriyadagi vaziyatdan foydalanib bosqin uyushtiradimi? Asl maqsad nima? Yaqin Sharqdagi vaziyat tobora chigallashib borar ekan, Suriyada yuz berayotgan ichki beqarorlik, Druzi qabilasi bilan hukumat o'rtasidagi to'qnashuvlar va xalq noroziliklari fonida Isroilning harbiy faolligi ham keskin oshdi. So'nggi haftalarda Yahudiy davlati tomonidan Suriyaning janubiy hududlariga, ayniqsa Es-Suayda viloyatiga yaqin joylarda aviazarbalar uyushtirilgani kuzatiladi. Bu esa xalqaro kuzatuvchilar orasida bir savolni paydo qiladi. Isroil Suriyadagi hozirgi zaif vaziyatdan foydalanib u yerni bosib olmoqchimi? Yoki aslida Isroilning maqsadi bundan-da chuqurroqmi? Suriyada 2011-yildan beri davom etayotgan fuqarolik urushi mamlakatni siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan butkul holdan toydirdi. Rasmiy Tel Aviv harbiy harakatlarni doimo mudofaa choralari deb ataydi. Ularning da'vosiga ko'ra, Eron Suriyaning janubiy qismida Hizbulloh harakati orqali harbiy infratuzilmalar qurmoqda va bu Isroil uchun to'g'ridan-to'g'ri tahdiddir. Shu sababli Isroil Eron ta'sirini yo'q qilish, Hizbullohga qurol yetkazish yo'llarini to'sish va Suriya janubida o'z xavfsizlik zonasini yaratishga niyatida. Ammo bu harakatlar ortida faqatgina mudofaa emas, balki ancha chuqur strategik niyatlar yotgani tobora ravshanlashmoqda. Isroil uchun eng muhim hudud bu Golan tepaliklari. 1967-yilda bosib olingan bu yer rasmiy ravishda Isroilga qarashli deb tan olinmagan. Biroq 2019-yilda AQSh uni Isroil hududi deb e'tirof etdi. Endilikda Isroil Golan atrofidagi mintaqani, ya'ni Suriyaning janubini to'liq nazorat ostiga olmoqchi. Shuning uchun u bu hududdagi har qanday beqarorlikdan foydalanib bosqinchilik harakatlarini himoya degan nom ostida amalga oshiryapti. Druz aholisi bilan aloqa o'rnatish, ularni Suriya hukumatiga qarshi qo'zg'atish
harbiy yordam berish yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash orqali Isroil ichki bo'linishini kuchaytirmoqda. Bu bevosita harbiy bosib olish bo'lmasa-da, yumshoq bosqin, ya'ni siyosiy, ijtimoiy va harbiy vositalar orqali hudud ustidan nazorat o'rnatish strategiyasining bir ko'rinishidir. Bu esa Suriyani yanada ichkaridan yemirib boradi va Isroilga qo'shimcha geosiyosiy ustunlik beradi. Ayni damda to'liq harbiy bosib olish ehtimoli unchalik katta emas, chunki bu Rossiya va Eron kabi mintaqaviy kuchlarning jiddiy qarshiligiga uchraydi. Biroq Suriyaning zaifligidan foydalanib, u yerda bo'linishni kuchaytirish, druzlar orqali ijtimoiy nizo keltirish, Golan atrofini tozalash, harbiy bazalarni mustahkamlash orqali Isroil allaqachon amalda o'z harbiy idorasini kengaytiryapti. Bu esa Yaqin Sharqdagi kuchlar muvozanatini butkul o'zgartirib yuborishi mumkin. Britaniya, Germaniya va Fransiya urushga tayyorlanmoqdami? Yangi raketalar, yangi ittifoq. Yevropa davlatlari NATOdan mustaqil ravishda yangi mudofaa blokini shakllantirishga kirishdi. Yaqinda Britaniya, Germaniya va Fransiya o'zaro aloqalarni mustahkamlab, NATOdan tashqari yangi mudofaa hamkorligini yo'lga qo'ymoqda. Defense Express xabariga ko'ra, o'tgan hafta Britaniya bir vaqtning o'zida Germaniya va Fransiya bilan ikki muhim mudofaa shartnomasini imzoladi. Britaniya va Germaniya hujum sodir bo'lsa, o'zaro yordam berishni kafolatlaydi. Bu hamkorlik NATOning 5-moddasi mavjud bo'lsa-da, alohida himoya mexanizmi sifatida shakllanmoqda. Bundan tashqari Britaniya va Fransiya yadroviy kuchlarni muvofiqlashtirish va uzoq masofali raketalarni birgalikda ishlab chiqish bo'yicha kelishuvga erishdi. Xususan, ular mavjud Storm Shadow raketasini modernizatsiya qilib, 2000 kilometr masofagacha yetadigan yangi raketalar yaratishni rejalashtirmoqda. Ushbu yangi harakatlar Yevropada xavfsizlik bo'yicha yangi Antantani shakllantirishga o'xshaydi. Ekspertlar buni AQShning ishonchliligi borasidagi shubhalar va Rossiyadan kelayotgan tahdidlar kuchaygani bilan bog'lamoqda. Medvedev 30 ming migrant Rossiyaga noqonuniy kirishga uringanini aytdi. 2024-yilning 1-dekabridan buyon Rossiyaga soxta hujjatlar bilan kirishga uringan va kirishi cheklangan taxminan 30 ming xorijiy fuqaro aniqlandi. Bu haqda 17-iyul kuni Rossiya Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Medvedev idoralar aro komissiya yig'ilishida ma'lum qildi. Uchrashuvda xorijiy fuqarolarning kirish-chiqishga doir yangi tartiblarning sinovi muhokama qilingan. Eksperiment boshlanganidan beri real vaqt rejimida 4 milliondan ortiq xorijliklarning biometrik ma'lumotlari yig'ildi va tekshirildi degan Medvedev. Unga ko'ra, ushbu tekshirilgan fuqarolardan 30 mingdan ortig'i noqonuniy ravishda Rossiyaga kirmoqchi bo'lgan. 30 mingdan ortiq shaxs aniqlanib, ularning soxta hujjatlari taqdim etgani, kirish taqiqlari borligi yoki qidiruvda ekani ma'lum bo'ldi degan Xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari. Kim Chen In ochilganiga 3 hafta ham bo'lmagan turistik kurortni xorijliklar uchun yopdi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In ochilganiga 3 hafta ham bo'lmagan turistik kurortni xorijliklar uchun yopib qo'ydi. Bu haqda Bild nashri xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, DPR Korea Tour davlat sayti Yapon dengizi bo'yida joylashgan ulkan kurort vaqtincha xorijiy sayyohlarni qabul qilmayotgani haqida qisqa xabar e'lon qildi. Sababi hamda qancha muddat sayyohlarni qabul qilmasligi haqida ma'lumot berilmagan. Biroq ayrim nashrlar kurortning yopilishini Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashrif buyurgani bilan bog'lamoqda. Ta'kidlanishicha, o'tgan 2 hafta mobaynida kurortga faqat Shimoliy koreyaliklar va rossiyaliklarning kichik guruhi tashrif buyurishga ulgurgan. Bundan avval 1-iyul kuni Shimoliy Koreya tarixida 1-marta o'zining plyaj kurorti ochilishi xabar qilingan edi. Wonsan Kalma nomli kurort Shimoliy Koreyaning sharqiy sohilida qurib bitkazilgan. Kim Chen Inning yoshlik davrlari kurort joylashgan Wonsan hududida o'tgan. U yerda mamlakatning ko'plab elitalari shaxsiy villalarga ega. Wonsan bir vaqtlar raketa poligoni joylashgan shahar edi. Mamlakat rahbari hozirda hududni o'zgartirishga harakat qilmoqda. Qozog'iston Xitoyning bir kamar bir yo'l loyihasidan eng ko'p investitsiya oldi. FT Xitoy kompaniyalari bir kamar bir yo'l tashabbusi doirasida mamlakatlar bilan tuzgan yangi investitsion va qurilish shartnomalari hajmi rekord darajaga yetdi. Bu haqda Avstraliyaning Greenwich universiteti hamda Xitoyning Yashil moliya va rivojlanish markazi tadqiqotiga tanib Financial Times xabar berdi. Ekspertlarga ko'ra, bir kamar bir yo'l doirasidagi bitimlar va investitsiyalarning umumiy qiymati allaqachon 1,3 trillion dollarga oshgan. Ushbu summaga qurilish sohasidagi 775 milliard dollarlik shartnomalar va 533 milliard dollarlik moliyaviy investitsiyalar kiradi. 25-yilning dastlabki 6 oyida bu loyihaga 124 milliard dollar investitsiya kiritilgan. Jami 176 ta bitim imzolangan. Taqqoslash uchun 2024-yilda jami 122 milliard dollar investitsiya jalb qilingan edi.
Qozog'iston 2025-yilda hamkorlar orasida eng ko'p sarmoya 23 milliard dollarni qabul qildi. Hududlar bo'yicha investitsiya va qurilish shartnomalarining umumiy qiymati Afrikada va Markaziy Osiyoda eng yuqori ko'rsatkichga erishdi. Xitoyning bir kamar bir yo'l tashabbusi logistika, infratuzilma va savdoni rivojlantirish strategiyasidir. Uni 2013-yil sentyabr oyida Xitoy rahbari Si Szinpin taqdim etgan edi. Tashabbusga 150 dan ortiq mamlakat, jumladan O'zbekiston ham qo'shilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, 2018-2023 yillarda Xitoyning xorijdagi aktivlari 50% dan ko'proqqa oshgan. Solishtirish uchun AQShda bu o'sish atigi 21% ni tashkil etadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.